Assalomu alaykum hammaga akalar, mana Andijon soy tovuq bozoridan videolarimizni boshlaymiz. Aka, mana endi ular nech puldan? 400 dan kami bor deyapti. 400 ming so'mdan kami bor. Indiski o'rdaklardi-chi? 300 dan kami. 300 ming so'mdan kami bor. Kami endi qancha bo'lishini aytaveramizmi? Kelishamiz, bozordamiz. Bozorda kelishiladi deyapti. Bozor. Bu yoqqa. Ayni qo'ymaydi. Aha. Bu yoq ham sizniki-da? Xo'roz bu. Ash xo'rozdan boshlaylik. Indudi 600 ming so'm kami bor. Mana xo'rozlar-chi mana? 150 dan. 150 ming so'mdan mana xo'rozlar kami bor ekan. Makiyonlarni nech pul deymiz aka? Makiyonlar 120. Chaqirgandan 120 ming so'm kami bor ekan, akalar. kam bor. Xo'roz. 120 ming so'm kami bor. Akalar, mana shu soy bozoriga kelaverasizlar, bu akamizda ko'p bo'ladi bunaqa narsadan, mana bundan ham, bu ham mana. Mana endi sizdan emasmidi indiskilar? Endi mana akamiz. Aka, nech puldan bular? Indiskilar? 80 ming so'mdan. 80 ming so'mdan. Bular 60 mingdan keyingi partiya. 60 ming so'mdan. U necha oyliklar bular? Hali 1 yoshga to'lmaganda bular, to'g'rimi? Bir oyda tuxumga keladigan. Bir oyda tuxumga kiradiganlar ekan. Akalar 80 ming so'mdan. Aka, bunisi 60 ming so'm, bir 2 oyda kiradi tuxumga bular ham. 2 oy, 3 oyda kiradi tuxumga. Akalar, shunaqa ekan. Aka, nomer berasizmi yo? Nomer 77lik. 77lik 277 277 30 30-39 ga aloqaga chiqaverasizlar. Mana shunaqa indiski o'rdaklar kerak bo'lsa, aka xo'rozi ham bo'ladimi sizda? Xo'rozi ham bor, makoni ham. Xo'rozi ham, makoni ham bo'ladi ekan. Akalar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Aka, rahmat. Mana xo'roz. Aka, mo'la nech puldan? Nech puldan? Assalomu alaykum. Aka jaytlar 300 mingdan deyapti. 300 ming so'mdan kami bor. Iloji bo'lsa bo'lishini aytsangiz zo'r bo'lasiz, aka. Aka 250 ming. 250 ming so'mdan beriladi ekan, akalar. Ammo xo'rozlar katta lekin chiroyli ekan. Ko'ringlar, vashi zo'n narsalar ekan. Aka berilari bor. Sizga bu yoqmi? Bu yoqda oldik. Mana bu. Brahmalar turyapti ekan. Aha. Mana. Bulardan puli bir xil, 250 ming so'mdan. Makiyonlar nech pul berasiz? Makiyonlardagi 150 mingdan beraman. 150 ming so'mdan makiyonlar. Hali Brahma deydiganlaridan tug'yapti-kan akalar bular. Bo'yi baland bo'ladi, bilasizlar o'zingizlar. Bo'yi baland, Buni xo'rozlar-chi aka? aka bular 150 mingdan. 150 ming so'mdan ekan. Akalar, bular sal ularga nisbatan bo'y pastroq ekan, lekin chiroyli. Haqiqatan zo'r bo'pti. 150 ming so'mdan akalar. Bu yoq ham sizniki, aka? Akamiz o'zi. Bular mana 150 ming so'mdan. 150 ming so'mdan. 150 dan kami bor. Bu ham 150 ming so'mdan aka. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Ha? Bular nech puldan aka? Bularda 250 ming so'mdan tulay makiyonlari. Tulay makiyonlar 250 ming so'mdan 250 akalar. ming so'mdan. Xo'rozlarimiz ko'rsatib qo'ying. Buni ko'rsatdim ularni. To'lla bo'lishi 130 ming so'm. 130 mingga beradigan bu akamiz. Hammasi beradi. Mana 130 ming, 150 ming degan, 130 mingga beraman deyapti. Aka, makiyonlari-chi, mana makiyonlarni ham aytib ketaylik. Makiyonlar 120 ming Qora so'm, makiyonlar. 130 ming, 150 minggacha. 120 mingdan 150 minggacha ekan akalar buni. Makiyonlari bor aka. Makiyonlar. Aka, tug'yapti bular. Endi boshlaydi tuxumni. Endi boshlaydi ekan mana. Ko'ringlar mana makiyonlar. Qop-qora. Kilo tepasi. Aka, shunday bo'l. Aka, bulardachi, indiski o'rdaklar. 250 ming so'mdan. Xo'rozlar 250 ming so'mdan. Makiyonlari Oxloshlari ham bor. Ha. 250 ming so'mdan. Makiyonlari 150 ming so'mdan kami bor. 150 ming so'mdan ekan makiyonlar akalar. Aka, nomeringizni aytasizmi? 88 88lik 236 236 65 55. 65 55 ga aloqaga chiqaverasizlar akalar mana shunaqa. Olsun, bo'lsa uydan bo'lsa olib kelaveramiz. Olib kelib sotolmayotganlar bo'lsa Sotib olishaveradi ekan ham, sotib berishaveradi ekan ham, mana shunaqa akalar. Sotishaveradi ekan ham. Aka 150 ming kami bor. Aka, rahmat. Akalar, shunaqa gaplar. Endi sal ertaroq chiqqanimga bugun shu odam kamroq hozir. Tovuqlar to'liq chiqmabdi. Ha. Akalar, shunaqa gaplar, mana yana boshlaymiz. Assalomu alaykum. Nech puldan ekan aka bular? Bular 250 mingdan. 250 mingdan g'ulg'ulalar.
Makiyoni. Makiyo, to'roya makiyo, to'roya makiyo. Tug'mayapti bular halbi va. Endi tuxumga kiradi ekan akalar bular. 250 ming so'mdan. Bo'lishan yo dicha tushib berasizmi? Kami 300 bilan 250 orasidagi. 250 bilan 200 orasi. Ha, 250 bilan 200 orasida akalar kelishiladi ekan xullas. Aka bular indiski o'rdalar deb aytaylik. 80 ming so'mdan akalar. Buni g'aqqillarchi? 70 mingdan, 70 ming so'mdan g'aqqillar o'rdalar. Uni ham kamini qilib berasiz. Uni ham jicha kamini qilib beriladi ekan akalar. Bular aytaylik. Molisi 150 ming so'm. Katta xo'roz 150 ming. Mola 120 ming so'm, mola 80 ming. 120 ming bu xo'roz, 80 mingdan bu makiyonlar. Xo'roz bular, ha? Xo'roz ekan. Jo'ja xo'roz. Ha, jo'ja xo'rozlar 80 mingdan ekan akalar. Buni ham jicha kami bo'ladi akalar. Buni aha. Ha, bo'ldi. Nomeringizni aytsangiz? 90lik 527 04 67. Aloqaga chiqaverasizlar aka. Akalar shunaqa tovuqlardan bu akamizda juda ko'p. Mana o'rdak deysizlarmi, indu deysizlarmi, to'g'rimi aka? Har bozor bo'ladi. Bozorga kelib olib kelsanglar ham bo'laveradi, telefon qilsanglar ham bo'laveradi. Aka rahmat, sog' bo'ling. Akalar mana yana. Sizniki emasmi? Quyonlarni qilamiz. Akalar mana quyonlarni ko'ringlarchi. Aka assalomu alaykum. Oson bo'laveradi? Aka quyonlar nech puldan bular? 100 ming so'mdan kami bor bu quyonlarda. Buni kattalari necha aka? Ha, egasi yo'q ekan. Bular 100 ming so'm. Aka kami qancha endi bo'lishini aytsaga ham zo'r bo'ladi. Kami 80 ming. 80 ming so'mdan beriladi ekan bu quyonlar. Aka nomi nima deyiladi? Asıl böyle nomlarini. Har xil. Çingen bor, babichka bor, hikol bor, Hammasidan bor, ekan. velikan bor ichida. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Yaxshi. Aka bu nech pul? 250 dan bular. 250 ming so'mdan bular mana. So'ygani bular, go'sht. So'ygani. 6 kilodan oshiq go'shi bor-da, to'g'rimi? Yo'q, 6 kiloga bormaydi ama. 4 kilo, 3,5 kilo go'sht chiqaradi. 4 kilo, 3,5 kilo ekan Joy akalar. ham semiz. Aha. Bollarichi aka? Bular 50 mingdan. 50 ming so'mdan mana bollari. 35 kunlik. 35 kilo. Aka mashina nomi nima? Mashina aytib ketaylik. Hikol, kalifi ham bor, hikoli ham bor, o'zimiz oddiy quyonlar ham bor ichida. Aralash ekanda. Bunisichi aka? Bular 100 mingdan tanlab oladi. 100 ming so'mdan tanlab olishi. Kattasi bilan kichkinasini puli bir xilmi? Bir xil pullar. Ha, mo'la zotliroq shekilliga. Ikkovi ham zot u ham. Buni Zot, a? sherkallardan chiqqan, buni pandadan chiqqan. Ha, panda bilan sherkalli ekan akalar. Qora quyonlarchi bular? 200 mingdan ular. 200 ming so'mdan, ama chiroyli ekan mashalar. Go'shga. Oqlarchi aka? 200 mingdan ular. 200 ming so'mdan akalar. Aka nomeringizni aytib ketsangiz? 90 756 84 88 ga aloqaga chiqaverasizlar. Bu akamizda quyon rasa ko'p bo'ladi. Har bozor chiqqanimda quyoni ko'pgina bo'lgan bo'ladi. Bu safar sal ozroqgina quyoningiz aka. Endi keladi ekan. Nima bo'lsin, kunimiz ilovasin. Bo'ldi. Aka rahmat katta. Sog' bo'ling. Akalar yana endi bugun erta chiqqanimga jicha quyonlar kamroq. 5 ming, 10 ming, 10 ming, 20 ming, 25 ming deb sanab qo'ygan. Ovullar aytib ketaveramiz akalar. Assalomu alaykum. Meniki rasmlarda o mayda, o kattalarda o. Olib ketaveraylikmi? Ha, bo'ldi. Sizdanmi opa? Ha, bo'pti mana. Uka yaxshimisiz? Sizdanmi? Nech puldan bular? 150 kam bor. 150 ming so'm kami bor makiyonlar. Tug'yaptimi bular? Endi tug'adi. Endi tug'adi. Ha, bir ikkitasi tug'ishni boshlabdi. Tug'ishni boshlab. Bularchi indiskilar. Shular 100 dan kam bor aka. 100 ming so'mdan kami bor. Kami qancha sotilayotgani aytib bering. 80 ming, 70 ming sotaveramiz. 70 ming 80 ming o'rtasida sotilaveradi ekan bu indiski o'rdalar. Bular hali jo'ja-ya, anaqa kirgan yo'q tuxumga. Lekin semiz. Ha, semiz u, shu tuxumga kirishiga ozgina qolgan. Shu bir 2 oyda kirsa kerak, shunaqa atrofi. Bu g'aqqillarlar nech puldan? Shular 80 dan kam bor. 80 ming so'mdan kami bor. Bular nech pul qilib berasiz? 60 dan beraveramiz. 60 ming so'mdan beriladi ekan bu g'aqqillarlar. 10 mingdan olmoq. Yana nimangiz bor? Bu ham sizdanmi?
Nomeringlarni aytasizlarmi? Qo'yib qo'yib ketaymi? 99lik 886 46 10 ga aloqaga chiqaverasizlar. Xohlasanglar indis vaqillarda, indiskurda xohlasanglar mana bu tovuqlardan ham bor ekan. Aka nomeringizni qo'yib qo'yardim. Bo'ldi-ku, yaxshi bo'pti. Xo'p, rahmat aka. Aka bu hindular sizlardan 500 ming so'm. 300 Dan. ming deyapti, bozor aka. Ammo katta ekan, ancha. Kiloligini 130 ga beraman. 500 ming so'mdan. Kami bor ekan. Ularni olamiz. Egar. Ha, bo'ldi, mana uni olaman. Akalar mana bunisidan olaman. Aka, assalomu alaykum. Qormay aka. Nech puldan ekan aka? Indiskilar aka 120 mingdan kami bor. Indiskilar 120 mingdan kami bor ekan. Qaqillarchi? Qaqillarlar 80 ming kami bor. 80 ming kami bor. Endi kamini qancha qilib berasiz aka? Bo'lishini aytsagan bo'laveradi. Hali odamlar qiziqda baribir. 100 ming atrofida kelishamiz aka indiskilar. Indiskilar 100 ming atrofida kelishilar ekan, qaqillarlarda 60 ming atrofida. 60 ming atrofida kelishiladi ekan akalar. Aka, bu ham sizdanmi g'ozlar? Nech pul aka bular? Rozlarni jupini 500 mingga beryapmiz aka. Jupi 500 ming so'm. Aka, tug'adimi aka uni? Endi tuxumga kiradi, ha? Aka, nomer qo'yib ketamizmi? Ayting. 90 625 23 62 ga aloqaga chiqaverasizlar. Akamizda mana g'ozlar ko'ryapsizlarmi? G'ozlar xohlasanglar o'rdaylar. Aka, sizda har doim ko'p bo'ladi bunaqa narsa-da. Ko'p bo'ladigan bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nima kerak bo'lsa, tovuq desa tovuq ham topib beraverasiz. Harakat qilamiz. Harakat qiladi, topib beradigan Xudo xolasa. Aka, rahmat. Sog' bo'ling. Akalar, vo mana g'ulg'ulalar. Assalomu alaykum. Ormaylar aka. Nech puldan ekan aka bular? Sizdanmi? 1 million 200 ming. Bu bittasini o'zida to'g'rimi yo jupini aytasizmi? Bittasini o'zi 1 million 200 ming ekanmi? Bu qanaqa zot bu? Ha, bo'pti. Nech kilo go'sht keladi? Bir 15 kilo go'sht keladimi bu? 20 ni qiladi, ha? Sizlar deyishibdi, shunga so'rab qo'yapman. Bu makyonlari nech puldan? 800 ming? 800 ming ekan. Akalar, shunaqa gaplar ekan. Nomer qo'yib ketamizmi yo shart emasmi? Sotasizlar hamda, mashtaqa ko'p bo'lsa nomer qo'yib ketaylik dedi uni. Sizga ham emas, ha? Ha, bo'ldi. Makon nech puldan? Bunisini so'rayveramiz. Aka, men g'ulg'ulalar nech puldan aka? Endi ular 700 ming so'mdan kami bor ekan. Ular tuxum tug'adi aka? Ular kimiki? Rozi bo'lar. Bu g'azagan men makon deb o'ylabman. Xullas qo'raz ekan, 700 mingdan kami bor ekan akalar. Aka, sizda ko'p bo'ladimi bunaqa? Yo'q, o'z mashg'ulot. Mashg'ulos ekan, dehqon akamiz shekilli. Xullas, bu yerdan endi qovular olamiz. Qormay aka, assalomu alaykum. Nech puldan ekan aka bular? Qo'limizdagi 200 ming so'm kami bor. 200 ming so'm kami bor ekan. Katta ekan-a? Cho'cha bo'lasiz aka. 200 ming kami. Qancha endi qilib berasiz aka? Beraverasizlar aka. Bo'lishini aytib qo'ysa zo'r bo'ladi. Videoga hali qiziqdi odamlarga. Nech pul o'lyapti bozorda, nech pul sotilyapti. Beraymi 30 ming? Nech pulda atrofi? 150 minglar bo'lsa beraman. 150 minglarga beriladi ekan akalar. Sherigi ham shunaqa. Jo'ja xo'roz ekan akalar. 100 ga beraman. Buni 100 mingga beriladi ekan. Aka, sizda ko'p bo'ladimi bunaqadan yo mashg'ulosmi? Yo'q, bor. Sotiladigani bo'lsa videoga nomer qo'yib ketamiz. Qo'yaymi nomer? Ha, bo'ldi. Ular nech puldan? 80 ming 70 ming. Buni 80 ming, bunisi 70 ming. Bo'lishchi? Bo'lishimi? Ha. 40 dan. 40 dan dedingizmi? O'sini 40 qilamiz. 50 ming, 40 ming. Ular istida akalar, nech puldan bular? Nech pul? 200 ming.
Donasimi yo chupini aytyapsizmi? Ikkovsini 200 ming deyapti. Aka endi sam. Ikkovsini 200 ming deyapti ekan. Mana yana bitta bor ekan. Hammasini. 3tasini 200 ming. Akalar 3tasini 200 ming deyapti ekan, dakarlarni. Necha oylik bular? Ko'ring. Bir 6 oy, 7 oy bor ha. Yo'q, mana. 6 oy, 7 oy atrofida bular akalar mana. Dakanlar. Cho'zadi. Ko'p rahmat. Chaplik shayni Qani? Nech pul bu? Qachon? hozir oldi. Qachon olaman? Nech pul ekan aka? 200 salom aka. 200 ming so'm ekan. Degan ekanda. Go'shi yaxshi ekan buni ham. Ular shunaqa gaplar akalar mana bozorda endi odam ko'payyapti. Podpiska like bosishni esdan chiqarmanglar akalar. Kommentariy ham yozib turinglar, qanaqa nimalar qiziq, kaptarmi, tovuqmi, indumi, qanaqa anaqalar chiqaraylik akalar.